Bilganlar bor-ku, Rajdonni to'poysanlar. Nima bo'ldi yana? Ma'buda ishkalla boshlagan. Men nima qildim? O'zingiz-ku uchib kelib kalla qo'ygan. O'zingizchi nozik joylarga bemehrlarcha zarba berganingiz ekan nima qilay? Hokpoyizni olaymi, ha? O'zim jam mehr bilan soldingiz-da, Oyjon yerga ko'tarib urgandilar, parcha-parcha bo'lib ketdim. Belim singan Oyjon, ikkala oyoqlarimcha ishlamayapti. Qo'llarim to'rtta joydan sinib ketdi. Nima? Sen jinnimisan? Uzr, sal oshirardim. Ko'rdingmi? Seni turgan bitganing shantaj. Oyi, men bunga qo'lim uchun ham tekizganim yo'q. Mana basharasak bor-ku, kraska. Hey, qizlaring ey. O'g'lim, kelin nima bilan urdi? Basharang yarim polda qolib ketganmi deyman? Talish biroz qiyin bo'lyapti-da. G'ish bilan soldajon. Kim birinchi boshladi? Kelin siz gapiring. O'zingiz o'g'lingizni kecha olib bordingizmi hozir? Qarochi kecha o'g'lingiz choyxonaga ketuvdilar. Shu ketganlaricha yo'qda, na o'zlari telefon qiladilar, na telefonga javob beradilar. Yo'q. Oyijon. O'g'lim, kelin gapiring. Men kimman bu uyda? Неожиданно tug'ilgan bachamanmi? Shunaqa xavotir oldim. Bolam bechora dadam qanila, dadam qachon keladilar deb yig'lab qoldi. Kelin, sizni bolangiz yo'q-ku? Endi Oyjon, bolam bo'lganda shunaqa yig'lab qolardi-da. Ko'rdingizmi oyijon? Kontuzya. Oyijon, nima desangiz ham gapiraman. Xullas o'sha kun choyxonaga bordim. 20 ta dumaloq video tashladim. Nimamish? Choyxonaga borib, video vizida unga telefon qilib o'tirishim kerakmish. O'g'lim, ha? Kelin, gapiring. Sizlar qaynana kelin bir olib borib, menga ruhiy bosim o'tkazyapsizlar lekin. Xullas, tomonlar eshitib ko'rdim. Siz meni eshitdingizmi? Qarochi, hukm qat'iy, e'tirozga o'rin yo'q. Kelinim haq. O'g'lim, kechirim so'ra. Oyim, men nima qildim? Kechirim so'ra. Kechir xotin. Men tug'ma aybdorman. Kelin, ketdik. Xo'p bo'ladi Oyjon. Nimadir netodi. Bular rostdan tillami? Oyjon, men bu tillalarni-chi Oloy bozordagi diamant tilla do'konidan olganman. Narxlar arzon, bo'lib to'lashgan berishadi. Sifatigachi javob. O'zim oynanay kelinimdan. Aytdim nimadir netodi. Demak, korrupsiya aralashgan. Nima? Yeringdan sovg'a qildimi? Qizilidanmi? Voy. Bir haftaga sharm-shayxga ketyapsizlarmi? Yering plan berdimi? Yo'q, kuymayapti. Yo'q, kuymayapti. Bo'pti, yoqmayapsan. Davay. Meni ham erim bor. Lekin daysin yo'q. Sharm-shayx ham yo'q. Pul yo'q. Undan nima kam joyim bor? Men ham ketaman. Sharm-shayxga qizil daysin bilan. Dadasi Ha? Ishlaymi? mana 2 yildan beri tinchgina qisib yashayapmiz-da. Nima? Qisib yashash yoqmayapti. Yo'qyapti. Lekin shu 2 yil davomida shunchalar odobli bola bo'lib yashadingizki, shu uyimizdan tiq etgan ovoz eshitilmadi-ya. Qillasinmi? Men odamlarim bilan gaplashib bitta xulosaga keldik-da. Siz jimotsiz. Uying bor, qorning to'q, usting but. Yana nima kerak? O'may qarada, ana miyangdagi odamlarga ayting, tushundingmi? Ishdan bo'shasan. Men hozir sizga isbotlab beraman. Mana 2 yildan beri meni biror marta xafa qilmadingiz. Agar meni xafa qilib qo'ysangiz, ko'nglimni olish uchun rasxod qilishingiz kerak. Men ham ammamni buzog'idek bir oylab yotib olib arazlayman. Obetda qatuv ichmoqmiding? Maqsadga o't. Daysini berasiz. Qizilidan. Ko'kidan bo'lmaydimi? Undan keyin sharmilsin. Tilingni sepi chiqib ketdi. Misrga deb qo'ya qol bo'ldi. Xullas, o'sha yerga olib borasiz. Keyin plan berasiz. Shu aytganlaringni qilsam, mazaq semirasanmi? Ha, cho'chiqaday semiraman. Otam, bitta narsani tushun. Odam
orzularsiz yasha olmaydi. Agar hozir sen ikki narsalarni qilib bersam, seni orzularing amalga oshib qoladi. Sen orzusiz qolib ketasan. Tushundingmi? Mana shuning uchun seni orzulardan mahrum qilmoqchi emasman. Rostdanami? Men orzusiz qolib ketamanmi? Ha, yo'q, unda kerak emas. Sanda orzu bor, uyimiz tinch. Sanda orzu yo'q, uyimiz notinch. Shuning uchun xotin, orzularingni asrab avayla. Agar kerak bo'lsa, yana bir ikkita beraman. Bo'ldi. Asrab avaylayman. Demak, dugonam orzusiz qolib ketdi. Tovuq miya. Yomon umidsaman, ey. Onajonisi, Labbay otajonisi. kiyimlarni tayyorlab qo'ying, bugun choyxonamiz bor edi. Voy otajonisi, siz borsiz 2-3 ta kelasiz. Men bitta o'zim qolib ketaman, qo'rqaman. Onajonisi, bolalarga va'da berganman, o'zi bir oyda bir marta choyxona qilsa, shunga ham bormasam uyatda endi. Bor, kiyimlarni tayyorlab qo'ying. Yo'q, qanday shunaqa qilasiz? Men o'zimga qolib ketaman, qo'rqaman dedim. Yo bormaysiz, yo bo'lmasa meni ham olib ketasiz. Onajonisi. Otajonisi, Onasi, kiyimlarni tayyorladingmi? adasi, men sizga aytdim. Bilaman, hozirki siz yarim kechasi kelasiz. Bormaysiz. Farangiz asamga tegma, bor kiyimni olib chiq. Otabek aka, bormaysiz dedimmi? Bormaysiz. Men bitta o'zim qo'rqaman. Farangiz! Otabek aka. Mayli onajonisi, yaxshi o'tir, o'zingni ehtiyot qil, qo'rqmasdan o'tir, xo'p? Mayli otajonisi, yaxshi borib keling. Assalomu alaykum brat. 30 yoshga kiribsiz, mana shu yoshgacha nima ishlar qilgansiz, nima natijalarga erishgansiz, shu haqida ikki og'iz gapirib bersangiz. Nimalarga erishganim haqida ayta olmayman-ku, lekin nimalar orttirib olgam haqida aytishim mumkin. Shu pochkani bittasi ishlamayapti уже. Oshqozonda yazva bor. Mana yaqinda chiribni ham bo'lib qolganman, sal kallaga qo'yamiz. Keyin belda grija bor ekan. Agar men shu kecha kunduzda uylanmasam, shu 40 ga kirmay o'lib ketaman-ku. Yo'q, aka, bizni noto'g'ri tushundingiz. Biz nima ishlar qilgansiz, nima yutuqlarga erishgansiz deb so'rayapmiz. Yutuqlar haqida, nima ish qilishingiz haqida gapiring, iltimos. Men istig'forman. Uy, biling, aka. Nima? Holatim xarob, quyib ber sharob. Lo'q, sen lo'qsan haqiqiy bor. Sevaman desam ishonding-da. Boyligingni yarimi meniki, tushundingmi? Ha, kelgani xo'ling. Xo'ling ham yarimi meniki. Mashina bir 100 ta kerak edi. Dachaga egaman. Mashina, toychoq, meniki bo'ladi. Tushundingmi? Menga qarang, ani dachalaringiz ham hammasi meniki. Tushundingizmi? Uchetasi Bu o'rtada turin yo'qmi? Assalomu alaykum. Berdi qulf oilasizlarmi? Ha, güzel. Nafsing chuqullamay o'l. Eriz bergan ko'rsatmalar bo'yicha guvohlarning gap so'zlarini inobatga olib, Hamma bo'liman yotdimi? yo'q, afsuski hamma mamnun, eriz o'ziga qoldi. Adasi, hazillashgandimi? Ishondingiz-a? Senga bir gap aytaymi? Ha, ayta qoling. Turjo'q bo'l. Sassiqcham. Adasi. Tayyormi? Sharmanda qilma. Kamera motor. Action. O garang. Agar sen action desang, men главный rejissor. Bu yerda nima qilyapman? Tur joyingdan. Esimdan chiqib o'tiring. Kamera bormi? Bor. Narchi. Qilib beraman deyapman-ku, biroz vaqt bering. Qachon qilib berasan? Hatto meni pulimga mana bu telefonni ishlatib yuribsan. Bo'ldi, tinchlaringlar. Stop. Men qara, mana nima qilyapti? Ha? Da so'zini bilmaydi. Dasini tili jingalay bo'lib yotdi. Qayerdan olib kelayman uni? Ha? Yo'qot, bor, boshqa aktyor olib kel. Tur. O'rtog'ingiz-chi? Mana buni kinoga tushishi 2 ming olganman. Agar buni haydab borsak o'zimiz ko'chada qolamiz. Seni xabaring bormi? Oh, bayli. Еще раз. Начали. Menga pulni qachon berasan aniq sanasi bormi? Voy, nima qilyapti bu? Bu kino, ikki harfini bilmaydi-ku. Qanaqadir tovuq haqida gapiryapti. Bu, men qara. Yo'qot buni.
Maydalab tashlaymoq tushundingmi sen? Baqirmang, o'rtoqlaysiz. Mana buni kinoga tushish 2000, mana bundan 4000 olganman. Agar bularni nusxa qilsak, ko'chada qolamiz. Yo'q, bu tushunmayman. O'zi bu yoqda pul bermay kirgan birorta odam bormi o'zi? Еще раз. Boshladik. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Sog'aman. O, shu siriga o'xshaysiz. U sir bo'lmasa, nechta sog'asiz? Endi har xil 10 ta, 15 ta vaziyatga qarab. O, blin. Nima sizda bo'rini tirnog'i bormi? Tirnoq? Ha? Tirnoqni sog'ishga nima aloqasi bor? Endi kimgadir foyda berayotganmish-da. Ya, menga tirnoq kerak emas, sog'ishda. Brat, shu bizga ham sirini o'rgatmaysizmi? Biz ham bir shunaqa mashina minaylik. Endi qarang. Sinxron ishlash kerak-da. Ushlaysiz, tortaverasiz, tushundingizmi? Ikkalasi birdan Ha? Brat, g'alati emasmi? Nima? Siz kimni o'ylayapsiz? Men sigir soqaman, fermada ishlayman. Bor. O'zdan, rasam, tegasiz.